mashqda mana bu MVD bor-ku, mana shunaqangi znaki bor o'ngga и svetofor bor. Znaki nima deb o'ylaysizlar? Yursa bo'ladimi o'ngga? Qizilda ham yo yurib bo'lmaydimi? Fikringlar qiziq bo'ldi. Diqqat qilib videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu yerda o'zi birinchi navbat svetofor qo'yilgan, o'ngga alohida yo'naltirgichli. Qizil yonsa o'ngga harakat taxlayapti, yashil yonsa yurish mumkin deb. E'tibor berishgan, kuzatishgan, qarasa o'ngga burib ketaversa ham bo'ladi. Bekorma-bekor turib qolyapti bu transport vositalari qizil ishorada. Shunda 5-guruh axborot kodeksi belgilaridan 542 svetoforning qizil ishorasida ham bemalol hammaga yo'l berib o'ngga burib ketishi mumkin degan belgi bor. O'shani olib kelib o'rnatishgan bu yerda. Bu belgi aynan svetofor bilan birga keladigan belgi, eslab qolinglar. Ya'ni qizil yonib turgan bo'lsa ham siz yurib ketishingiz mumkin o'ngga yo'l berib faqat. Istalgan ishorasidan ham burilib ketavering belgi turgan bo'lsa. Tushundinglarmi? Qoidalarni yaxshilab o'rganinglar. Bilmasanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishni ham esdan chiqarmanglar.